Господа, сообщение чрезвычайной важности. Командующий группировкой... General-polkovnik Royal buyruq topshirib oldi. Akurs bugun kechadan boshlab plan bo'yicha Balqondan chekinadi. Apandilar, o'ltiringlar. Belgrad qo'ldan ketdi. Rossiya qo'shinlari shimol tarafdan bizga yaqinlashib kelmoqda. Yugoslaviyaning hamma yerini partizanlar qoplab ketdi. Biz Balqon yarim orolida intayin qiyin ahvolga tushib qoldik. Hozir qo'limizda Donay daryosining janubidagi tosh yo'li qoldi. Agar general-polkovnik Royalning qo'shinlari chekinib bo'lishidan ilgari dushmanlar bu tosh yo'lni ishg'ol qilib olsa, A korpus qo'rshovda qoladi. O chaqda biz 20 diviziyadan ayrilib qolamiz. Hozir Germaniyani qo'g'dashda mush 20 diviziyaga tayinamiz. Hozirgi vaziyat mana shundoq. Bizning vazifamiz qo'shinlarimizdan Gretsiya va Yugoslaviyadan tezlik chekinishga kafolat qilishdan iborat. Eng muhimi yiqilg'u. Hal qilish chorasi mana bu yerda. Sarayevo shahri tarixda Birinchi Dunyo urushining portlashiga sababchi bo'lgan. Hozir Ikkinchi Dunyo urushining oxirlashishida nihoyat muhim rol o'ynaydi. Sarayevo bizning A korpusini yiqilg'i bilan ta'minlaydigan bazamiz bo'lib qoladi. Hozir podpolkovnik Agin Lofer harakat planini ijro qilishning maqsadini tushuntirib o'tadi. Marhamat Agin. Bizning birovning qismlarimiz Salonikdan yo'lga chiqib, Skopli, Olester va Veshgorodni besib o'tib Sarayevoga yetib keladi. Ondan g'arb shimol taraf qarab davomli chekindi. Qismning yiqilg'isi Veshgorodga kelishga yetadi. Lofer harakat planining maqsadi Sarayevo Mayskilatiga yiqilg'ini bir amal qilib, Veshgorodga yetkazishdan iborat. Yiqilg'i Sarayevodan Veshgorodgacha bo'lgan temir yo'l liniyasi to'shiladi. Biz Lofer harakat planini amalga oshirish uchun temir yo'l liniyasini qattiq muhofaza qilishimiz, maxfiyatlikni qat'iy saqlashimiz kerak. Вы, подполковник Хаген, отправитесь в Сараево и сами проследите за выполнением этих условий. Есть вопросы? У меня. Чем гарантируется секретность операции Лауфер, господин подполковник? На этот вопрос ответит господин Вайланд из Абвера. Прошу, господин Вайланд. Вы позволите доверительно? Мы просим об этом. Обстановка в Сараеве не благоприятствует осуществлению этого плана. Подпольщики в этом городе действуют решительно и дерзко. Это какой-то невидимый фронт. И этим фронтом командует опытный разведчик. Его кличка Вальтер. Этот фронт должен быть ликвидирован до начала нашей операции. В несколько дней невозможно. Думаете, для штандартенфюрера фон Дитриха невозможно? Фон Дитриха? Это меняет дело. Но вам, господин генерал, очевидно известно, что штандартенфюрер фон Дитрих направлен в Норвегию с ответственной миссией. Это не так. Полковник фон Дитрих Sarajevoga berib bo'ldi.
Красивый город. Верно, Бишоп? Да, но неспокойный. Как раз время успокоить его. Мне запомнились стихи одного боснийского поэта. Воля Господня над гонимым, воля Господня над гонителем. Над гонимым? Не знаю, как кто. А лично я рожден гонителем. Дело привычно. Bu adet meselesi. Sizning Walterni izlayotganingizga qancha vaqt bo'ldi? 1 yil. 1 yildan oshdi polkovnik efendi. Biror jipch topa oldingizmi, Besov? Yo'q. Men shunday his qilyapman. Polkovnik efendi, men nihoyat zo'r tirishchilik ko'rsatdim. 100dan ortiq odamni so'roq qildim. Biroq hech bir natija chiqmaydi. Uning kimligini hech kim bilmaydi. Men shunda qasam qilamanki, Walter arvohning o'zi ekan. Undaq kishining bor yoki yo'qligidan gumonlanyapman. Men jin shaytonning mavjudligiga ishonmayman, Besov. U rostli mavjud. U mushu shaharda harakat qilmoqda. Walter, ish bitdi, yigitlar, tez qochaylik. Tez şunla. Çakılma. Ormanlık aktırma. Tez kaçaylı. Nemisler geldi. Çapsan kaçaylı. Tokta! Tokta değil mi? Tokta! Yen tokta o çıkırma. Tokta değil mi? Çapsan kaçaylı. Hey! Tokta! Hoş Walter. O geldi. Gestapo'gaydı. Hay gitler. Dokulat polkovnik vazifani o'rinladim. Ko'rikni portlatib etdim. Nihoyat yaxshi qildingiz. Biroq kutilmagan ahvol yuz berdi. Charlash atratiga uchrab qolishimni o'ylamabdikanman. Beso, hech qanday ishga duch kelmaydiganligim to'g'risida va'da qilgandingiz-ku. Starshey leytenant efendim, gapimga quloq soling. Xudo haqqi.
Harbiy unvonimni otimisingiz-ku. Meni kontir deb atashga nemishqa odatlanmaydigansiz? Kontir. Men charlash atritiga charlashni to'xtatish haqida buyruq tushagan. Sizlar yo'ldan tasodifiy o'tib qolgan askarlarga uchrab qolibsizlar. Benidan 5 nafar nemis qazo topdi. Teximi eg'ir shuki, men kallamda ayrilgan tas qoldim. Kontir bo'ldi. Bo'ldi qilinglar. Aytmayli qo'yinglar. Которые неизбежны. Не стоит к этому возвращаться. Прошу, господа. А знаете, нам на пользу это недоразумение. Вы, как подлинный партизан, стреляли в немецких солдат. Если у кого-нибудь и были сомнения в том, что вы Вальтер, их больше нет. На этот счет их ни у кого и не было. Тем лучше. И так все идет по плану. Вы теперь Вальтер, и оперативно в 3 дня создали подпольный комитет. Это большой успех. Кстати, это наш стрелец связал Кондора с подпольщиками. Уверяю вас, далось это нелегко. Но, насколько мне известно, ваш стрелец еще недавно сочувствовал партизанам. А сейчас нам сочувствует. Пришлось сочувствовать. Я не люблю перебежчиков. Стрелец будет полезен в комитете. Сколько там людей? Всего 5. 1 подставной, 4 действительно партизаны. Достаточно. Прошу вас. Но в дальнейшем расширяйте организацию. Знакомьтесь со стилем Вальтера, следуйте ему даже в мелочах. Копия должна быть верна оригиналу. Надеюсь, что копия окажется лучше оригинала. Не надейтесь, Кондор. Задачи труднее у вас еще не было. У вас до начала операции «Лауфер» всего 7 дней. Доставка горючего нашим бронетанковым частям должна пройти быстро и в полной тайне. Отвечаете за это вы. Вальтеру надо будет создать такие обстоятельства, в которых он вынужден будет думать только о спасении своих людей. Чтоб ничто другое ему и в голову не приходило, особенно операция «Лауфер». Понимаю, я буду сообщать фамилии подпольщиков, шифры, пароли, каналы связи. А Бишев и его люди пусть займутся остальным. Бишев сразу и приступит. Гауптштурмфюрер, сегодня ночью банда Вальтера совершила новую диверсию, взорвав мост. Убито 5 немецких солдат. Эта дерзкая акция не должна пройти безнаказанно. Да, господин штандартенфюрер. Бишев, только я вас предупреждаю. Одного из служащих дороги брать нельзя. Кто это? Обходчик. Его зовут Оберн, человек Вальтера. Он спрятал нас от погони. Очень хорошо. Beni qalayimqalashtirirish kerak. U hech qanday ish qilolmay tashkilotni saqlab qilish bilan bo'lib ketsin. Ben serjant Edilov bo'laman. Poyezd boshqaruvchilar ikkimiz navbatchilik qilyapmiz. Men Amonlar saqlash zapasi atirti Islom ilashi leytenanti asas bo'laman. Oqshom partizanlar hujum qilganda sizni aketgandingiz, serjant. Men hech aketmagan. Navbatchini tekshirib ko'rdingizmi? Yo'q. Menimcha bu mening mas'uliyatim emas. Nayt to'g'ri qilibsiz. Onundan o'zim so'rab boqay. Yenimga hech kishim kirmasin. Uqdingizmi? Xo'p. Otryad boshlig'i. Еще бери. А ты их где взял, пилот? Позаимствовал заодно с мундиром. А он кто? Это Суровый. Суровый? Какой-то Суровый, говорят, всегда с Вальтером бывает. Говорят. Так может и Вальтер поблизости? Может. Мне бы с ним знакомство свести. Для чего это? Чтоб сказать ему в лицо, что я думаю об этой проклятой диверсии. Скажи мне, я передам Вальтеру. Промахнулся он с этим делом.
Те пути, что на Взоровном мосту, не имели никакого значения. Они в тупик вели, ты понял? А во что это стало? 20 человек лишились. Эх, и погибли-то ни за что. Вальтер не санкционировал эту диверсию. Ах, Вальтер нет? А кто же тогда? Кто? Вот это я и должен выяснить. Ты-то что-нибудь знаешь? Ничего. Я не дежурил сегодня ночью. Но кто-нибудь из твоих должен что-то знать. Кто? Uni Oblon bilish kerak. O shu o'chasdagining temir yo'l asra ishchisi. Onunğa tezgin berip beqin. Vey. Oblonma? Men. Almadın yana bormi? Qanmidi, aka. Men almadan 5 kilogram almoqchi edim. Kechiring. Alma rastlığı tugab ketdi. O nima deydi? Maxfiy belgiga javob bermayotdi. Sen mi? Ben. Ben de bak. Tuz ol. Biz sakçı darisden Etret Başlığı efendi. O müşahit kılış gerek. Ben onu hep gitmem. Geçirin. Silah hatalaşıp sizler. Hatalaşış biz amala saklaş organlarına emez. Belki sizlerini adı tala. Biz buyruqni ijro qilyapmiz. Agar so'rab boqmoqchi bo'lsangiz, starshi leytenant Besovga telefon berib beqing. Top tura. Guvohnomalarni chiqaringlar. Tez chiqaringlar. Qarang. Yaxshi. 1 2 3 Bo'ldi. Eling. Qachon olib ketaman? Agar hayotli bo'lsangiz 5 kundan keyin olasiz. Xayr ketlar. Ketsang bo'ladi. Mayli, kep bo'ldimi? Kep bo'ldi. Walter keldi. Yaxshimisiz? Chapsan chiqinglar. Yo'ldoshlar, ahvolimiz texim qiyinlashmoqda. Egallagan axborotimga qaraganda Gestapo partizanlarni yo'qitish haqida suiqasd planlagan. Ular oramizga ishpin kirgizmoqchi bo'lgan. Shunga har qanday kishiga ishonmasliginglar, kimiki sizlar bilan uchrashsa, menga xabar qilishinglar kerak. Shuni so'rab baqay. Biz nemislarning aramizga so'qinib kirishini kutib turamdik yoki avval o'zimizni bir ko'rsatib qo'yamdik. Bu haqda kim bilim deyishaylik, kiz. Baranka. Biroq xabar bormi? Bizning yangi ishlagan aloqa qilish maxfiy belgimizni menga aytib bersangiz. Bo'ladi. Yangi maxfiy belgini sizga keyin aytib beray. Hozir playonga qancha odam yetkazmoqchi bo'lyapsiz? 10 odam. Tuziliga bormi? Bor.
balkim yana ba'zi o'zgarishlar bo'lib qolishi mumkin. Bu 7 kishining hammasini qo'liga chandira. Hele qizchaqni menga topshirib ber. Xo'p, starshий leytenant efendim. Kech qaytibsiz bu. Bugun men navbatchilik qilgandim dada. Men murakkab bir operatsiyaga yordamlashdim. Tönigün ulayını o 7 kişini tutup gitti. Sizge o'xshash qizchaqdan birini etib etdi. Mana bunu deb nima qilasiz? Düşman xuddi yaratqushning o'zi. Ular sizning yosh yoki qallatingiz bilan hisoblashmaydi. Bu talvela to'limi rahimsiz. Buni bilaman dada. Bundan keyin ko'proq ehtiyot qiling. Kechiringlar. Dostlarım, tönigün kech bo'lib ketib, ularni qondirib qolgan edim. Dada, men kichik bola emas. Ularning kimligini bilaman. Bu ularning ishi. Bu tunji qitimliq emas-ku. Ular uyimizga doim kelib turdi. Hatto soat remont do'konimizni uchirishib turdi. Meni ayblamsiz, Ajinka. Yo'q. Sizning ularning qo'shindi ekanligingizni ko'rib, chin qalbimdan xushal bo'ldim. Biroq men qilgan nasihatingiz bilan o'zingizning qilayotgan nemish o'xshamaydi. Chunki men sizning yoshingizni umid qilaman. Onangiz hayot bo'lsa, shuni arzu qiladi. Anam buni hayron qolmaydi. Biroq siz kishilar bir-biriga o'xshashmagandek, ularning harakati bir-biriga o'xshashmaydi. Ba'zilar dushmanga taslim bo'lib ketdi. Ba'zilar taxit jang qilmoqda. Ba'zi bo'lsa kutib turmoqda. Siz bo'lsangiz qiz bola, shuni kutib turishingiz kerak. Yotoq uyingizga kirib keting. Ma'qul dada. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz sizlar. Ivan qanday qildi? O'ngishliq bo'pti. O Brankin tepdi. Ular soat 10da hamma mehmonxonasi ko'rishmoqchi. Ko'rishgandan keyin Brankin o'z odam tushishi mumkin. So'ray bilan Halit mening yenimda. Yaxshi, qani ko'ramiz. Sizni yolg'on Valter bilan kim ko'rishtirdi? Kes. Qanday tanishdinglar? Ben komutat qaza olib kelganda Kes, o'rigi Vaqful va Mirnalloh shu komutatning a'zolari o'tgan. Ularning ichida ishpiyondan birisi bor. Uning kimligini bilamsiz? Yo'q. Biroq cho'qim topamiz. Uchrashadigan joying nerede? Kesning suratxonasida. Maxfiy belgichu. Bir navir singlimning suratini cho'ng'aytmoqchi edim. Qarmoq qilindi. Besoq xabar qiling. Xayr, xo'sh.
yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Karmo, chiqib tamoqni yeb ol. Brankini o'ltiribdi. O'ltiribdi. Undaqda imanchu. Keyingi ish bilan kiribdi. Baramal qilib uni qutqizsak bo'ladi. Men baray. Bir maydon jang bo'lib qolishi mumkin. Sorry. Kerak yo'q. Ivan Knight tajribalik. Ivan Brankidan Knight ko'p ahvol fuqalaydi. Buni bir maydon jang degandan ko'ra irodan chenoqtirish degan tuzi kerak. Ivan qayerda aloqalashmoqchi? Dorixonada. Siz nima olsiz? Aspirin bormi? Yo'q, kechiring, tugab ketdi. Kamidon bor. U yaxshi dori. Ha, bir shishi berim. Mana, 2600 dinar. Siz nima olsiz? Hech nima. O'ta xaloq qilish bo'lamidi? Peygi tushkin. Keyningizga paydoqchi kiryapti. Mo'ziga berim. Walter bo'lishi mumkin. Jo'ylimisingizchi? U bir kichik arbab xolos. Biz uni bilan aloqa qilgan odam tutishimiz kerak. O'ng tarafga verib, hada cho'qasinglar. Amur, sen palanpay tosqin, chapsin bo'l. Qisashmanglar. Nega qoldi? Men demedim-mi? Bu chuqur Walterning qilgan ishi. Qisashmanglar. Ivan, bu yoqqa men. Yo'l boshlanlar. Sizga uch tilayman. Ivan, bu yoqqa kel. To'xta! Walter shu o'xshaydi. Qo'layli. Shamson qo'layli. Tez, siz qo'linglar, Shamson. Shamson hayda.
apıraylı. Ben pick-up'la geley. Mana bu yerda. Bu qandaroq? Ahvoli bak nachar. Qon ko'p chiqib ketibdi. Behushiyat qilqanchilik bo'ldi. Nihoyat uzoq bo'ldi. Uning sezimi asli kelamasligi mumkin. Bizga uni terga kerak, doktor. Bu jinoyatchini darhol so'roq qilmoqchimiz. Cho'qim qo'limizdan kelishida davolaymiz. Chandra, siz bu yerdan ayrılmay, ularni nazorat qiling. Hop, starshий leytenant efendim. Ajinka, uloq deb qo'ying. Operatsiya uyini hazırlasın. Siz ketavering. Ma'qul. Endi men ketdim. Xayrli kech Mithat og'a. Xayrli kech Ajinka. Yaxshimisiz? Boyaq kishi kim bo'lib? U nemislarning jasusi emas. Partizan. Jazm qila olamsiz? Albatta, nemislar uni jinoyatchi deb qaramoqda. Texnik belgilanmaydi o. Yani qon bermasak bo'lmaydigan o'xshaydi. Ne görürsüz? Chiqib qon kerak. Kendim mal. Çırıqdan bir qanchani tepib keling. Chapsan bo'ling. Tez, chapsan bo'ling. Kasalliklar o'lgan. Jigar qizish kasalligi bilan. Tezroq. Mana qo'l chirg'ini olib keldim. Operatsiyani davomlashtiringlar. Ayaklaştı mı? Ayaklaştı. O öldü. Anam ne? Kalmıştık gülle. Yaramaz bir nimele. Durun la.
Yaxshimsiz. Yaxshimsiz. O qandaq. O'shiq keldi. Onunla so'zlasangiz bo'ladi. Kesning siratxonasida uchrashdi ekan. Nemislarning jasusi yolg'on Walter tashkilotimizga so'qinib kirib oldi. 510-polik Sarayevoga keldi. Motosiklet polkining komandiri podpolkovnik Hagen buyruqqa binoan sizning qo'mondonligingizni qabul qilaman. Hagen efendi, sizning polk shtabingiz vokzalga o'rlashsin. Temir yo'l liniyasining sharqiy qismidan qattiq qo'shar bo'linglar. Bekatlar qismi Vishegrodgacha jami 130 kilometr keladi. Birinci rota, ikinci rota, üçüncü rota, birinci uchastkega mas'ul bo'ladi. Qolgan qismlar ikkinchi uchastkega mas'ul bo'ladi. Yarim soatdan keyin rot komandirlari polk shtabiga kelib ahvolni ma'lum qilsin. Salohiyat guvohnomamiz ko'rishdim. Kirim. Kirim. Yaxshimisiz, Choski? Kelganingiz yaxshi bo'ldi. Gumonliq odamlar chaliqdimi? Buningga kimni petini olsin? Shundoq kelib qo'shin kelgan tursa. Xayr, xo'sh. Guonoma. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Men saqchi idorasidan ismim Choski. Bir ashingiz bormidi? Rentgenga tushmoqchi edim. Kiring. Oilangizda o'pka tuberkulyoz kasali og'riqlar bormidi? Bor. Tag'am og'rigan. Qachon? 2 yil burun. Dal mush faslda. Sizle qarshi olamiz, Stil. Stil keldi. Yaxshimisiz, Birot? Yaxshimisiz, Stil. Qanday xabar olib keldingiz? Nemislar o'g'izlarni qamal qilib oldi. Biz saqchi idorasidagilarga gumonli konsullarni darhol qo'lga olish haqida buyruq tushirildi. Motosiklet polki nima ish qilib ketdi? Temir yo'l liniyasini qo'g'dash uchun ketdi. Demak, ular temir yo'lni ishlatganda. Ehtimol. Temir yo'l ishlatsa nima to'shidanda? Bilmayman. Balkim bu loper harakatni tayyorlab bos kerak. Balkim shundaqdir. Biroq avval bo'lsa, men vaqtida xabar qilasiz. Bo'ladi. Ya'ni shpam. Ba, nemish. Yolg'on olsa haqida. Bu vaqtda hech qanday jipich yo'q. Gestapo bu ishni batmaqba tutmoqda. Cho'qim birer jipish tepishingiz kerak. Hozir bu komitetga 4 kishi qatnashibdi. Xainning kimligini topmay bo'lmaydi. Saqchi idorasiga arxivda bu vaqtda material bo'lishi mumkin. Men cho'qim bir amal qilib tekshirib chiqaman. Men ularning ism familiyasi, taqi turqi va kasbini aytib bering. Bo'ladi, Setel. Buni sizga aytib beraman. Shubhisizki, aramizda xain bor ekan. Gestapo hammadan xabar tepdi. Bironkning tizimligidagi yo'ldoshlarning hammasi qo'lga olindi. Meta o'ldirildi. Bironki meta o'ldirildi. Bironki xatolik o'tkazdi. Sizlar ham shuna qildinglar. Sizlar buyruqimga bo'ysunmadinglar. Bironki menga uftirmaylar, o'z oldiga Ivan bilan uchrashdi. Borgi. Siz bu ishni bilib turibsiz. Menga amdili da'vatsiz. Ivanning qanday odamligini bilamsiz. O nemislarning jasusi. Men ishonmayman. O partizan. Siz qanday bilasiz? Men tekshirdim. Qanday tekshirdingiz? Ivan nemislar tarafidan yaralangandan keyin haliqi qiz ishlaydigan doktorxonada o'lgan. Buni menga shu qiz aytib berdi. Agar o qizni oldigan bo'lsa-chi. Mumkin emas. Hamma odamni gumonlansa bo'lmaydi-da. O sizning sevginingizmi? Shundaq. Buning karoyati chog'liq.
Onun dadısı tecrübelik partiza. Onun ismi neyme? Sidir Kapitanoviç. Satırımı tukunu hocayini. Sidir Kapitanoviç. Şundak. O tecrübelik partiza. Ben onu tanıyman. Onun kızı bilen bir söz iş baksam deyman. Bo'ladi. Bugün kechda o grupimizning harakatiga qatnashadi. Yana boshqa odam kelibdi. Ishqlashma. Ular ikkinchi bos kirdi. Yoshirinlar. Neymiş işiniz battı? İşkin aytaklik doğunu göründünüz mü? Menimcha, ochiqdek turdi. Siz neymiş qilmoqchi? Bir navrat singlimning sirtini cho'ng aytmoqchi edim. Ko'p ish bormi? Bor. Agbaysi bor. Ma'qul, sal turib keling. Men Minsk ko'chasidan kelishim. Keyin bir paylash kirib oldi. Kishini ajabim bezar qildingiz-ku. Mushundaq chaqib to'g'rilab kelganingizni qarang. Branka, mening mushakilishimni aytqandi. Ismingiz nima? Pirot. Birer kishi qo'ng'ak chaytib vasam bo'ladi. Hey, shikoch! Biz charlashib turibmiz. Ha, mana. Surat tushgandek bo'lib o'tirdim. Ha, mana keldim. O'sha atrofda bir askarimiz o'ldirilibdi. Bu ishdan xabarimiz bormi? Ha, xabarim yo'q-ku. Bu kim bo'ladi? Mening xaridorim. Ishlaydigan adam bormi? Yo'q. Bu nima uy? Suratchi uy. Kirib qarab baq. Ishsiz adam yo'q-ku. Bu yerga nurg'un odam kelganda qiladi bu. Ticaret vaqtida bir yerdan odam uzilmaydi. Guvanamang chiqa. Yo'q. Qo'lini ko'tar. Bu nima? Bu nima? Men odat xaridan undan chiqni aqtirmayman. O'yni uzib kesin aqtiringlar. Tez! Ehtiyot qiling. Bu san'at bo'ymi? Haqiqatan tarbiya ko'mibganda. Apla, çataq chiqdigan bo'ldi. Bu-chu, ha? Bu nima? Bu surat cho'ng'atish apparati. Nima? Onu bir kim qo'yib qo'ydi ekan tang? Ne ish? Gestapoga boramiz. Aytmanglar. Psixologik yavishib qoldingizmi? Mening mijozim shundoq. Yan tarafda ko'chini bilamsiz. Emse, uch qatordan keyin qochamiz. Rasulullah ketdi bu. Oy, ajabmi qattiq tepiryapti. Voy, tishimni tushirib tasli qoldi. Ha, unutib qolma, tushdiki uni desab olamiz. O atraf boshqamiz tutsa, undaq qilish qadimmi? Bo'ldi. Gap noz qilinglar. Nemislar gap qachaq bo'ladi. Tez mangayli.
Dikkat! Onga burul! Kademler marş! Mirna, o Beyrut buludu. Biz birlikte kaçıp geldik. Nemislarni suratxona mush kishi boshlab ketdi-kanda. Ular tasodifiy kelib qolgan gap. Sizlar tizli qacharlasizlar. Shundoq. Hozir qayerdan kelishinglar? Ko'chadan qochib keldik. Qo'zg'ingni ochdimi? Bak eshib ketdi. Unda hammasi qiladi-ku. Bizga yeydigan bir narsa akasang-chi. Endi yordamlashgin. Ma'qul. O'tirib tur. Onu bir yer boshlab kelmasang bo'ladi tekis. Nemishqa? O maxfiy belgini bildigan tursa. Uning kim aytib beribdi-ki? Brank. Bu maxfiy belgi ishonchlik emas. Beyrut ishonchli odam. Uning nemislarni qanday to'plaganligini ko'rsang eding, uning ishongan bo'larding. Nima izlayapsiz? Tamaka. Avval tamoqni yeveling. Tamaka kiyim tikish mashinasining ichida. Siz Brank bilan burilib tanishamdingiz. Uning qo'li meyib bo'p qilishdan burilib tanishatdim. Uning xabarini angladingizmi? Yo'q. O o'ltirib bitildi. Bu xabardan ajablanmayapsizmi? Ba'zan taxayat tushirayotgandan ajablanyapman. Uning bilan oxirgi qatim qachon ko'rishgandingiz? Meni so'roq qilyapsiz nima? Ishonmasanglar har kitimda sinab ko'ringlar. Sizlar biror ish qildi oshmamsizlar? Albatta. Bizni hech ish qilmaydi deb o'ylab qolmang. Siz shuni ko'ra olasizki, bizning yo'ldoshlarimiz kurash qilmoqda. Bu avtomobillarni ko'yda o'tish qiyin tushmaydigan bo'ldi. Yaxshi. Signal berib ber. To'xtasizmi? Yo'q. Kutayvering. Ko'p ketdi. Jet mashinka.
Borgan yaqin kelmang. Borge! Tez kel. Borge! Ajinka! Kim aldığı çıksa, itib taşlandı. Hech qaysinglar oldiga chiqmanglar. Aldığı çıkmanglar, bo'lmasa etib tutun. Aldığı çıkmanglar, bo'lmasa etib tutun. Hech qaysinglar aldığı çıkmanglar. Oldiga chiqmang. O'g'lim uyada yotgan tursa. Oldiga chiqsangiz etib tutun. Duruşni yana bir qitim o'qib bering. Xo'p, efendim. Sarayevo şehrining fuqarolari sizlarga o'qitishni oxirgi qitim o'qib o'taman. O'lguchilarning ota-onalari yoki urug' tuqqan do'st birodarlari jasadini darhol olib ketinglar. Yana bir qitim takrorlayman. Germaniya qo'shin qo'mondonlik shtabining o'qitishi Sarayevo shahrining fuqarolari o'lguchilarning ota-onalari yoki urug' tuqqan do'st birodarlari jasadini darhol olib ketinglar. Komandanlık ştabı Sarayevo şehrining fuqarolari oxirgi qitim shuncha qalaydi-ki, o'lguchilarning ota-onalari yoki urug'-urug'dan do'st birodarlar jasadini darhol olib ketinglar. Старший лейтенант. Жүріңлар. Dikkat! Onga bırak! Kademler baş! Maxfiy aloqalash belgisi havo guldirilmoqda, chaqmoqda. Bu belge sherit ag'an ekan. Bo'ron chopqin kelyapti. Sedirga oid ahvolni qo'lga tushira oldingizmi? Sedir nihoyat hurmatga sazovor kishi ekan. Uning soatlar muddatkini partizanlarning nihoyat muhim aloqalash o'rni bo'lishi mumkin. Nihoyat yaxshi, uni obdan nazorat qilaylik. Unda qilsak bo'lmaydi, Besov. Hozircha uni chechitib etmaylik. O bizning uni sezib olganligimizni bilmaylik qolsin. Sizning vaqtingiz Gestapoda ishlaydi ekan.
Bu mümkün emas. Men bu Walter uchun ishlayapman. Bu ikki Walterning hamon birisi yolg'on. O zot kimdir? O sizning piyangiz tushganmidi? Bununğa diqqat qilmabdim. Siz bizga yordam qilishingiz kerak. Qanday yordam qilaman? Buni ilib biz bilan aloqalashib tursiz. Vurma, Mirna. Nemishqa? Uni vurma. Nega borsiz? Agar bir so'rab qolsa, meni Sarayevodan ayrildi desingiz kifoya. Vapol bilan gez qilmay hech nima demang. Aman bo'ling, Mirna. Hamdiki ish sizga bog'liq bo'lib qoldi. Güldürülmekte. Çakmak da. Şundaq. Boran çapın kilovatıdı. Ben partizanların alaqçısı. Walter'ı tapşırıp berdigan Lofer hareketi to'g'risida muhim bir axborot bor edi. Bana berib qo'ying. Buni yetkizib beraman. Bu qat'iy maxfiy axborot. Walter'ning o'zi bilmasam bo'lmaydi. Uni aytib qo'ying. Soat 5'da mechit oldida uni kutaman. Maxfiy belge burunqidek. Bo'ladi. Soat 5'da mechit oldida. Walter emdi qo'limizga tushadigan bo'ldi. Qanday qilish kerakligini bilamsan? Bilaman, polkovnik. Esingda bo'lsin. O maxfiy belgiga javob bergan emas. Bizga signal bergan. Yana 20 minut bor. Yaxshimisiz? O'tgan oyda tag'in 1 soat etkab berdi. Hurmat qilib qo'ydingizmi? Nima markalik? 15 tashliq bo'lmagan markalik soat. Karmo. Mal soatni yuvib chiqqan. Qo'ying, nima ish keldingiz? Odatga ahol men bilan aloqalasangiz bo'lmaydi-ku. Hozir ahvol bek jiddiy. Ular mechit qapqa qurib qo'ydi. Polkovnik Fon Tetris o'z qo'mondonlik qilyotdi. Bir cho'ng ish yuz bir qilishi mumkin. Baya bir aloqchi Walter bilan ko'rishish uchun ketdi ekan. Soat 5'da mechit uchrashmoqchi. Aloqchi dedingizmi? O yolg'on aloqchi. Ular Walterga qapqa quribdi. Mondaqdan. Tushundim. Walterga darhol xabar qilibdim. Qanday xabar qilaman? Hozir uning nerligini bilib bo'lmaydi. Bu quyunning o'zi. Bir joyda muqim turmaydi. Vaqt to'shayib qapti. Bir amal qilsak bo'ladi. Siz mas'uliyatingizni ado qilib bo'ldingiz. Bu ishni menga topshiring.
Yettim Karmo. Qayerga borasiz? Tergayim barman. O'zingni ko'proq asir. Boshqalarga erishim yo'q. Uxtam. Men Meritma ismli bir yerda 20 gram oltinli qarzda. Agar u hayotli bo'lsa, qaytarishni unutib qolma. Ma'qul efendim. Kech kirgisi qaytib kelamsan. Ochqishni ufkamga berib qo'ydim. Onunga nima deb qo'yman? Acissiz. O tushundi. Siz uchun nima ish qilish bersam bo'ladi? Acissiz bolam. Obdan ishla. Önəni yaxşı öyrən. O sana ömürvayət əsqatıdır. Ömrünü beyo'da o'tkazmagin. Yaxshimisiz? 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 Walter qani? O mendan bir parcha xat avatdi. Nima xat? O har ikkimiz uchun oxirgi timliq.
qaranglar. Buni darhol tutinglar. Tez bo'linglar, chapsa bo'linglar. Ular keçip gitti. Ularning ichida Walter'im bor. Bu qatimini qochib qo'ysa hargiz bo'lmaydi. Bo'ldi, to'g'ri qilmanglar. Siz qo'linglar. Hozir yana qanchalik may bor? Doklad polkovnik, may Beshgorodga berish ketdi. Aytib bering-chi, Beshgorodga qachon yetib bora olamiz? Bu suratda maqsad yana 20 soat yetib berishimiz mumkin. Beshgorodga yetib berishdan burun qo'shin dam olmasin. Fonteteras xabar bering, qo'shin tong saat yetib boradi. Xo'p, polkovnik. Korpusning buronaviy qismlari Vishgorod qarab ilgilanmoqda. Bu masofa taxminan 300 kilometr keladi. Ular soatiga 25 kilometr surat bilan ilgilanmoqda. Vishgorodga tong saat yetib keladi. Hammani xabar tepibsizlar. Men sizlarga xabar qilib qo'yish uchun kelgandim. Siz xo'sh xabar olib keldim deb o'tamsiz. Agar undaq bo'lib chiqmasa-chi? Nemish undaq bo'lmaydi ekan? Ular chekinayotgan to'sa. Bu Lofer harakatining bir qismi nima? Bu hozircha bizga noma'lum. Ular yana bir qitim hujum qilam deya. Bu haqda har xil qiyas qilib chiqib bo'ladi. Ularning zodi nima ishlarni qildiganligi bizga noma'lum. Men muhim bir ish uchun qo'lga tushirdim. Bu bizning xonni tepishimiz uchun foydali. Qanday ish uchun qo'lga tushirdingiz? Komitetning bir a'zosi bultur keng ko'lamlik bir qitimlik harakatda qo'lga olingan. Keyin qo'yib berilganmi? Shundoq. Bir oydan keyin qo'yib berilgan. Biz ehtiyotchan bo'lishimiz, yana tekshirib ko'rishimiz kerak. Siz mas'uliyatingizni ado qilib qoldingiz. Keyingi ishlar bizga qoldi. Ma'qul. Ey, Gulsotima! Qaranglar, nima degan chiroyli gullar. Gulsotima, gulinglar. Ey, alamsiz. Ey, Gulsotima! Bilalamsiz. Qarang, bu gul nima degan chiroyli. Xonim, bu guldan bir dasta ep qo'ying. Oltinchi qalamsiz. Azam berim. Olmayman. Saat alamsiz. Av o'quvchining kendim men. Sizni menga qaytib kelmasmikin deb ekanman. Meni unutib qolmaganligingizdan intayin xo'shalman. Meni nima qildingiz? Komitetinglarda qancha odam bor? 50 necha odam bor. Dushman ularning ismlarini qo'lga tushiribdi. Ular endi bu yerda turaverib bo'lmaydi. Ularni ozod rayonga yetkazish kerak. Bugun kechlik yo'lga chiqadi. Menmi mang'amdimi? Walter sizni bu yerda turaversin deydi. O yana bu kishilarning tizimligidan uningga bir nusxa berishingizni aytdi. Ma'qul. Yes, pulib topshirib bering. Ma'g'arg'allar soat 10da o'rmonlik yig'ilsin. Diqqat qilingki, bu ishni Ges bilmasin. Nemishqa? O xayrlik qildi. Ges. Men ishonmayman. Shuni demamsiz. Odamning ishongiz kelmaydi. Ges Allah birillah Gestapo tarafidan qo'lga olingan. Uning hozir nerligini bilamsiz.
Domlatın top sarayının üstündeki kaltıda. Yaxshimisiz Kosman? Meni biraz izdimi? Yo'q. Men bir aytib baqay. Qandaq etishni o'rganib oling. Qandaqroq, ha? Qaltis usta ekansiz. Qo'lingni ko'tar. Bu qandaq ish? Sizlar zodi kimlar? Bu nima qilganinglar? Men tushuntirib qo'yay. Buyurun. Qayerdan kelishimiz? Ular sizning do'stlaringizmi? Ularga mening kimligimni uqtirib qo'ying. Men uqtirib qo'yman. Buni o'tirgan joydan tepib oldik. U nima? Bu o'zingizga ayon. Sizni turmada qo'yib berish guvohnamasi. Qalaymiqqan so'zimni sanglarchi. Men shuncha yosh kirib turmning darvozasini ko'rib boqmagan. Undaqda bu kartoshkani ko'rgan bo'g'aytdingiz. Bu odam mening himoyamda. Sizlar armiyasining starshi leytenanti Bisov, Gestapo. Elishib qolinglarmi? Bisov degan kim? Men bunda qismini anglab boqmagan. O'yiningizni jo'shtiring. Kes. Biz hemen iniqlab chiqdik. Qo'limizda dalil isbot bor. Buni ilib ma'qul. Qanday qilmoqchisizlar? Bu jazoga tortiladi. Uni so'roq qilamsizlar. Bu ishda og'irlashmang. Biror so'rab qolsa, uni g'oyib bo'ldi deb qo'ying. Bizim kelgan bo'ling. Tushundingizmi? Xotirjam bo'ling. Shortma. Ben Domlat'ın top sarıyı. Malını yola saldık. Hem iş çayda. Short counter'ini chaqirdi. Men counter. Ular qiltaq tushdi. Kes ojuqtirib etildi. Men bugun kech o'rmonliq bordiganlarning tizimligini bering. Yana bir qatim takrorlayman. Ular qiltaq tushdi. Kes ojuqtirib etildi. Men bugun kech o'rmonliq bordiganlarning tizimligini bering. Tizimlikni hozirlab beramiz. Bir nus ko'chirilib, asl nusxasini ko'ydirib eting. Xo'sh emisa? Hayır gitler. Dokulat polkovnik. Ular qiltaq tushdi. Kesqib bergan guvohnamani sizib qilib, uni ujuqtirib etdi. Nayt yaxshi bo'pti. Short bundan keyin texmi ishonchga erishadigan bo'ldi. Eliq tizimli qandaq bo'ldi? Tayyor bo'ldi. Mana bu yer. Shortga bir nusxa evatib berdik. Tizimlik ichida bizning odamlarimizdan qanchasi bor? 5 bor. Bu ularning mas'uli. Favqulodda xizmat xodimi, O'kvaris. Sizlar partizanlar rayoniga nihoyat o'ngishli qoldi yetib borsizlar. Sizlarga chaqilmasi to'g'risida harbiy qismlarga buyruq tushirildi. Undaqda hech qanday qiyinchilik qolmabdi-da. Biz sizdan nihoyat zo'r umid kutmoqdamiz. Xo'p, polkovnik. Sizga o'tiq tilayman. Rahmat.
bura yetib bora olamizmi? Bilmayman. Men sizlarni aloqaga topshirib beraman. Sizlarni shu yerdan boshlab mangib. Aloqachi nerede? Av yoqda. Mangayli. Kolunu küte! Kur'an taşla! Bo'ldi, biz qorishib qoldik. Kolunu düşürüş! Sizlerinin katveşanı kim? Ben. Adımını kança. Öz asada olmazsa. Tılımdan! Serjant efendi, ulanı qanaq taraf qo'ymiz. Hozirda bir taraf qilib bitimiz. Ulan sizra qaldımı kelinglar. Hammasini etib o'timiz. Etib tashlaymiz. Serjant efendi. Serjant efendi. Ben nemis ofiseri. Ofiseri dedingmi? Ondaqda men Churchill bo'laman. Siz bilan chaqchaq qilayotganim yo'q. Meni komandiringiz bilan ko'rishtiring. Men bilaman. Bu kişinin aytishicha, o nemis ofiseri ekan. Men Germaniya SS armiyasining melodishi leytenanti. Sizlar kechirgisiz xatolik o'tkazdinglar. Bizning planimizni buzib o'tdinglar. Bu partizanlarni to'smaslik haqida buyruq tushirilgan. Bakma afsus, men bunday buyruq topshira olmadim. Aniqlab baqsangiz bo'ladi. Hozirla Sarayevodagi Gestapo bilan aloqalashib keling. Aloqalash maxfiy belgisini men deb beray. Tizman! Qo'ya qo'y! Doklat! Bu so'ltakni yanchug'idan bu tizimlikni tepib oldik. Bu tizimlikni Gestapo yozgan. Bu kishilarning orasida bizning odamlarimiz bor. Cho'qim aniqlayman. Odamlaringizning ismiga belgi urib qo'ying. Bu 5 adamdan başkalarını. Hemmisi partizan. Ulan itiversiniz boladı. Milatçı leytenant efendim. Menin kılığım del aksice. Şundak mı? Sizler ne mi diyen çakkın ha? Doğru. Efendilerinin halının olduğunu haber al. Yaxşı qıldın, Malik. Nayet yaxşı oldu boru. Malik, olan azat rayonga ep bağın. Yolda naqsh to'latma sanam bo'laverdi. Nemislarning buyruqi bor. Sizlarni hech kim to'samaydi.
Seni görüp çırayın unut ketdi o. Kes. Sen de hayatım. Gördün ömlep çıktın. Seni işenmeye kalmışsın da bir dostumu dileyip geldim. Berot. Bu neymiş? Kesne. Hain demgenmidiniz? Sizlarning qiltiqinglarga taqobil turish uchun shundoq deb qo'ygan. Sana shuni deb qo'yayki. Sening hamma ishingdan xabar topdik. Sen bultur qo'lga ilinganda Gestapoga taslim bo'lib ekansan. Sen yana bir nemis jasusining Walter degan niqob bilan qo'shinimizga so'qinib kelaverishiga yordam berding. O'zing xoin turug'liq, qasddan meni xoin deb ayblading. Walter sening damingga tushibdi. Seni o'ldiribman. Branka, Mita, Borgi için. Senin satqınlığın tüpeyledin öldürülgen barlık yoldaşlarımız için. Oldu kız kes. Mende nemi çare? Başka amanı yok. Bu çağda bunda kımmaktan başka çare yok idi. Ulan men ölgüde kıynadı. Menin ya canım çıkmadı. Ben sana çedi yapmadı. Bunda kıynaşk her kişim çedi yapmadı. Ben de bunda kımmaktan başka çare yok idi. Göz yaşın bizni aldayamaydı. Ulan meni şunda kılışkı zorladı. Ben de başka yol yok idi. Endi tanlasan bo'ladi. Ma'qul. Hayat qoldi g'alla bo'lsa. Nim qildi sangli mayli. Sana sırtmaktan başkası oşuk ketidi. Sizlar uchun ishlasam. Menga yordam qila olamsizlar? Bir nima demoqdasiz? Bu taqdiringni o'zgartirmaslik mumkin. Biroq sinab ko'rsak bo'ladi. Men nima ish qilib beray? Yolg'on Walter bilan qayerda ko'rshatding? Xumdonda. Xo'jayin bilan ko'rishni talab qil. Walterga oid muhim axborot bor ekan. Neymiş kıldıqalığını oylap buldun mu? Bu çakçaklığa iş emas. Short konterini chaqirdi. Short konterini chaqirdi. Konteri yok. Ben yetkisi koyay. Davir. Walterga oid muhim axborot. Yana bir qatam takrorlayman. Walterga oid muhim axborot. Bir soatdan keyin uni xumdan kutaman degan. Bir soatdan keyin uni xumdan kutaman. Yana bir qatam takrorlayman. Bir soatdan keyin uni xumdan kutaman. Tugdi. O kelmepti o. Signal be. Aldırarak verip ulanı tuttu. O neymiş gelmeydi o.
Piloda şelitnaptı. Tushib qarab biqing, nemish bo'pti? Oңышlıqmı? Oңышlık. Kilolar hiç yokken. Kamala! Kamala! Tez mangayli. Buni qanday qilamiz? Qaring bo'lmasin.
To'xtab turingiz. O'q chiqarmang. Men tushadiray. Emmiş caydımız spot. Shundaq polkovnik. Yetib kelganligimizni fond teres uqtirib qo'ying. Lopra harakati boshlansa bo'ladi. Şehir yardalarını to'shni başında polkovnik efendim. Vaziyat hali yaxshi bu. Shundaq, yardalar uyga qaytadigan bo'lib deb o'ylab qolyotdi. Askarlarning taqdiri o'zgarib turdi. Agin efendi, bu ularning urush boshlangandan buyon tunji qatim oldinish emas. Menimcha bunday qilish tamoman hojisiz. Bu temir yo'l liniyasi nihoyat bexatar. Bisov Saraydagi partiyalar tashkilotining to'liq betchit qilib o'tilganligini aytdi. Menimcha ular bizga hujum qilmaydi. Men azaldan qiyos bo'yicha ish ko'rgan emas. Men tavakkulchilikni yoqtirmayman. Hozir shunday qilishimizni 100% bexatar deyishga bo'ladi. Haqiqatan bak yaxshi bo'ldi. Yardarlar poyezdda hujum uchirmaydi. Poyezd qachon qo'zg'aladi? Soat 10larda qo'zg'aldi. Agin efendi, har qanday qishning aniq vaqti bo'lishi kerak. Poyezd soat 10:20 minut o'tganda may isklatiga berib bo'lishi kerak. Xo'p, polkovnik efendim. Poyezdni tez soat 10da mandiraylik. Bisov, kontrdan xabar bormi? Yo'q. Oqshomdan buyon xabar yo'q. O bir peshkada uchirganmi deya. Unim yo'q degili bo'lmaydi. Qanday qilamiz? Karingiz bo'lmasin Bisov. Bizning hozir kontrga ko'ngil bo'lgudek vaqtimizmi yo'q. U endi biz uchun muhim emas. Hozir muhimi may. Men may isklati pick-up bilan boray. Siz poyezd bilan bering. Soat 10:20 minut o'tganda may isklati sizni kutaman. Hayda. Yaxshimisiz? Yosh do'stim. Qanday yaxshi narsa olib keldingiz? Qo'rma keldi. Qo'rma? Ajab mezlik purab ketdi. Go'shmi bakango? Azroq yeb qo'yamsiz. Undaqda pek yaxshi bo'ladi. Ems taqsit kelay. O'qishingiz qandaroq? O'qishimmi? Nihoyat yaxshi. Albatta shunday bo'lish kerak. Ma'liyat yordamlashgina. Sal tur, ma'qul. Cemi 20 vagon. Paraoz xodimlarining hammasi nemislar. Şoförning ismi Renat. Poyezdning qachon qo'zg'alganligini bilmayman. Agar yo'nalish o'zgarmasa, poyezd yo'lga chiqib 18 minutdan keyin Besterikadan o'tadi. 18 minutdan keyin? Esanda tut, 18 minutdan keyin. Sizlarning navbat xodimlaringiz deyman. Norfoma? Men Chandra. Bana 15 avtomobil kerak. Hazır lazımmı? Ciddi vazife var. Saat 11:20'de mayıslatı gitip basın. Kurallı kovduruşda gerek mi yok? Yok, gerek emez. Biz may taşımayız. Ne mi taşıyızlar? Bu işleri arlaşmıgın. Bulandı. Hoş emse.
ketme. Poyez boshqaruvchiga kestin birini ber. Ma'qul. Mana e'lon. Desni. Ularga tezini xabar qiling. Poyez dal soat 10 qo'zg'aldi. Yardarlar poyezi Bisterika vokzalida o'tmabdi. Emis ular qayoqqa ketgandi? Bisterikadan 3 kilometr yiroqlikda Mayskilatga boradigan yana bir temir yo'l bor. Chandraning telefon xotirasini yana bir qatim tadqiq qilib boqaylik. Avtomobil 11:20da Mayskilatga yetib bordi ekan. Ularning vazifasi may to'shish emas ekan. Yardarlar to'shir ekanda. To'g'ri. Poyezdning yarda to'shishi ko'z bo'yamchilik. Ular yardarlarni avtomobilga qaytarib kelib, poyezdni Mayskilatga apirmay qochilab, A korpusning birovning qismlariga yordam bermoqchi. Atalmış lofer hareketi mana shu. Getler. 126 numaralı poyez Yardarlarning Mayskilatga yetib keldi. Yardarlar 25 ichida poyezddan tushirilsin. May poyezi 1 soat ichida yo'lga chiqsin. Siz Yardarlar bilan bu yerga qiling. Buyruğingizni qilchi yoqtirgan holda ijro qilaman. Polkovnik efendim. Oncha ular hissiyatga berilib ketma. Hozir mening qiziqligim Yardarlar emas, balki yiqilg'u. Buyruqni ijro qiling. Vagonun üstüne çıkla! Vagonun üstüne çıkla! Vagonun üstüne çıkla! Vagonun üstüne çıkla! Chandira'nın avtomobilleri yeni 5 minutga yetib keldi. To'xtanglar! To'xtanglar! Avtomobilni to'xtatinglar. Nima ish? Kechiringlar, yo'l buzilib ketdi. Hozir o'ngshavatimiz. Etmasak bo'lmaydi. Jiddiy vaziyatimiz bor. Emis astara qaydanglar. Qattiq ehtiyot qilinglar. Ma'lum orliq qoldirib menglar. Keyingilar diqqat. Ma'lum orliq qoldirib menglar. Menglar. Nimanchi asta, demiş qatqanda. Buni ayat qolganlarga ko'ra oladi.
Baltıraymış şunaqdaydı ekanmiş. Buni qandaq bilib olding? Men deb ekan. Manga shu gapni deb beramsiz. Sorry. Baltır qandıraq adam. Sana o'xshashda ada. Chiroyliqmi? Ish qilib mendek sard emas. Nayt aqlliqdi. To'xtanglar. Avtomobilni tushirlar. Agar o aqlliq bo'lsa, buni ish qilib yurmaydi. O mening karamat odamligini bilsa kerak. Uni dedingizmi? Kechir. Unaqa deyishni unutib qopdim. Uning o'zi ham deydi. Bolamda so'ray. Bu yaxshi maslahat bo'ldi. Toza ko'tarilsin. Nala? Buyur. Baltırni menga cho'qim tanishtirib qo'y. Bo'ladi, kes. Meni aldab qo'ymang, ha? Qur'on o'qib teringlar. Diqqat. Hey, to'xtanglar. Shunlar. Qur'onni topshiringlar. Tezroq. Boralimizni nemish qilib olsizlar. Bu buyruq. Biz shofir tursak. General bo'lsangizmi o'xshash. Qo'llarni ko'taringlar. Ma'nolar. Saranga chaqmaq bosib topshiringlar. Bo'ldi, chiqinglar. Haydanglar. To'sa ko'tarilsin. Nima? Reynatigan qaysinglar? Ben shu. Güzel başlık çakırdı. Hammanlarni basın deydi. Men bilemeyinlar. Giringlar. Kechiringlar. Kinolar kerak bo'lib qoldi. Ofisdagiri bo'lsin. Hayl gitver. O hissiyatga bek berilib ketibdi. O bir yaramasada davlat mudofaa armiyasining tipik vakili deysingizchi. Bunday odam qalblik jang qilolmaydi. Bu gapingiz rost. Bu o'zini shokman chiqib ketdi. Pishtamoq baka. So'rayib bering. Mush pishtamoq bilan bir qancha nemis taqobil turgan bo'ldi. To'g'ri, mush pishtamoq bilan. Agin efendi, vagon bekar bo'ldimi? Hamma narsani tushirib bo'ldik. Yardarlarni avtomobilga chiqaringlar. Siz bu yerda qat qilib, poyezd minib bo'lgandan keyin ondan ayriling. Poyezd minish signal bering. Haydanglar.
kimning poyezdini tushishga ruxsat yo'q. Hech kimning poyezdini tushishga ruxsat yo'q. Hech kimning poyezdini tushishga ruxsat yo'q. Vagonning eshigini ochinglar. Eshik kiramaydigan bo'ldik. Qanday qilamiz? Bir amal qilamiz. Qanchalik vaqt bor? 5 minutdan keyin qochilinib bo'lib. Polkovnik Vansilov xabar qiling. Doklad polkovnik. Fond adresidan xabar keldi. Poyezd hozir yo'lga chiqdi ekan. Nayt yaxshi. Sizning poyezd qachon yetib keladi? Yo'lda tasodifiy ahvol yuz berib qolmasa, ko'p degandimi 5,5 soatda kep bo'ladi. Sefot. Bundaq nasbas perezlarni qilmasingizchi. Her qandaq ahvol yuz bermaydi. Zodi yuz bermaydi. Bilishimiz kerakki, biz bu joydan tezroq ketib olishimiz kerak. Qarang, biz bu yerda xuddi qarg'itish maydonidagi nishonga o'xshash turmoqdamiz. Dushman aeroplanlari bombardimon qilib qolgan bo'lsa, bizning sharaf qo'shinimiz keraksiz po'lat to'siga aylanib qoladi. Ahvol mana shundoq. Polkovnik Vansilovga menda salom aytib qo'ying. Ati uni Sarayovoda kutaman. Tezkere bitmedi. Adem bormi? Qutqizinglar. Teroga signal beringlar. Poyezdni tezda to'singlar. Poyezdni tezda to'singlar. Teroga signali. Teroga signali. Bestrika vokzalını olabilirim. Ben polkovnik hakim bulamam.
Yardarlar poyezdini derhal tosunlar. Şundaq, derhal tosunlar. Amal yok, tırmız buzulup kaldı. Eskini qara. Ablah, nimish to'xtatmasa? Paravuzda darhol shalg'ilinglar. Miymanni dergohga uzatdi. Afsuski Qur'onni olishtiramiz. Kirulana, çabuk. Sigrat şeyde param yok. Şeyde pasak bağda. O yeri bağlı uzak oldu. Partlatmış doğru bombası patlattın ola mı? Bunu hayat kağalılı kıralıydı. Yes, hazır surat bir şey deme.
Men polkovnik Fornat. Buyruq binoan vazifangizni o'tkazish uchun keldim. Berlinning yo'l yo'rig'ini topshirib oldingizmi? Topshirib oldim. Nayt yaxshi. Ondaqda tushundirib o'tamay. Bu millatchi leytenant von Ashist. Boya Gestapo xodimi Verdemit efendi. Ola sizga hamroh bo'lib qaytdi. Bana verdi belki aylık işini takip ecrimdiniz kol. Men levzimde durma. Emdi beni aldım am. Walter bilen bir gül görüşmüşsem olmaydı. Walter eni aldın durmam da. Ben Sarayo'ya kelgen günden itibaren Walter'ı izlep hiç yerde tapamagan idi. Emdi bu yerde ketiş aldı da onu ahır taptı. Walter zat kim? Onun hakikisini familisi bana etip verin canım. Sizge çok oma etip verimen. Bu şehirge kara. Bu şu şehrin özü la Walter'ge.